Akalar, yoshligimda ekskavator minishni orzu qilardim. Mana hayotda minyapman, lekin bu qo'l bolasi ekan, ruchniy ekskavator ekan. Shuni solamiz, ko'rishingiz mumkin akalar. Operator ichkarini ko'rsatib o'tasiz. 1000 gradusda pishyapti. Bu nima deysizlarmi akalar? Albatta g'isht xumdoni bo'ladi. G'ishtni optim arzon joydan so'raganlar uchun usta aka, rahmat, bitta minib ko'rdim. Xo'sh, g'ishtni optim arzon joydan so'raganlar uchun arzon joyga yetib kelganmiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Qoroltepadan bo'lyapti. Operator g'ishtlarni ko'rsatib o'tamiz. Sifat o'ta zo'ridan bo'ladi. Razmeriga keladigan bo'lsak, 6, 12, 24 standart g'ishtlar bo'ladi. Tuprog'i sariq qora aralashdan bo'ladi, bo'lsa sho'rlamasligiga garantiyalarni berishadi. 10%, 5% chiqishi mumkin deyapti. Xo'sh. Ko'rsatamiz, ko'ryapsizlarmi akalar? Charang deyapti, lekin sinib boshqa narsa bo'lib ketgani yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak, zavod narxida 820 so'mdan mashinangizni shuni olib kelasiz, taklatib, yuklatib berishadi. Xom g'isht kerak deganlar uchun 400 so'mdan uni ham bemalol yuklatib berishadi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda ostiga nomerlarni qo'yib qo'yamiz, bemalol qarab chiqarasizlar. 5000 talik, 10000 talik, 2000 talik o'zlarining mashinasi bor ekan. Chiroyli qilib vodiy bo'ylab yetkazib berishadi. Bizning kanaldan chiqqanlar uchun yanada skidkalarni qilib